Oldin ingliz tilingiz qaysi darajada edi? Oldin mani ingliz tili darajam beginner edi. Ingliz tili o'rganishda sizga eng qiyin bo'lgan narsa nima edi? Oldin men ingliz tilini o'rganayotganda, odamlar gapirayotganda gaplarga tushuna olmasdim va nima deyotganini bilmasdim ham. Nega aynan shu o'quv markazini tanladingiz? Bu o'quv markazida o'qituvchilar yaxshi, darslari qiziq va o'yinlar bilan o'tadi. Bu yerda o'qib, ingliz tilingizda qanday o'zgarish bo'ldi? Bu yerda o'qib ingliz tilida nutqim ravonlashdi. Odamlar gapirayotganda nima deyotganini tushuna oldim va kino va multfilmlarni xohlagan tushunyapman nima deyotganini. Eng katta natijangiz nima bo'ldi? Mani hozirgi kunda eng katta natijam bu ingliz tilini yaxshi o'rgandim. O'zimga bo'lgan ingliz tilida ishonchim oshdi. Ingliz tiliga qiziqa boshladim. O'qituvchilar sizga qanday yordam berdi? O'qituvchilarim menga grammatikani o'rgatishdi. Lug'atlarni yaxshi va oson yodlay oldim. Dars jarayonini esa men yaxshi tushuna boshladim.